Juda qiziq bo'ladi. Taklif etasizmi? Norbekov sog'lomlashtirish markazi psixolog treneri Durbek Mirziyorovni studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Mirziyorov. Marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum Durbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamadingizmi? Tomoshabinlar bilan salomlashing. Kamera mana bu. Assalomu alaykum azizlar, tinch omonmisizlar? Barchangizni yaqinlashib kelayotgan mustaqillik ayyomi bilan qutlab qolaman. Yashang. Xo'p, Durbek aka, sizni ko'rib xursand bo'ldik. Yoz fasli qanday o'tdi? Deyarli o'tib bo'ldi-ku, to'g'rimi? Ha, yoz juda ham o'tsoz deydi-yu. Juda yaxshi. Eng muhimi shu. Hamma rejalashtirilgan ishlaringiz amalga oshdimi yoz fasli? Albatta, rejalashtirilgan ishlarimiz ham amalga oshdi, undan oshig'i bilan ham. Juda yaxshi. Xo'p, biz sizni demak Norbekov sog'lomlashtirish markazi psixolog treneri dedik. Insonning ruhiy holati uning jismoniy salomatligiga qanchalik ta'sir qiladi? Avvalambor so'zlarni Ibn Sino hazratlarining so'zlari bilan boshlamoqchi edim. Ularni aytishlaricha, agar bir bemor tuzalmayotgan bo'lsa yoki muolaja oladi-yu, natijasi umuman siljimayotgan bo'lsa, uning ruhiyati tushib ketgan deydilar. Ana shuning uchun ham ruhiyat tushgan bo'lsa, unda immunitet tushadi. Immunitet tushgandan keyin turli xil kasalliklar birin-ketin kelib chiqa boshlaydi. To'g'ridan to'g'ri ta'siri bor albatta ruhiyatga. Ruhiyat tushsa, kasallik ko'payishiga ham olib keladi. Albatta, ruhiyat tushsa, immunitet tushadi. Immunitet tushgandan keyin organizmning himoya mexanizmi ishdan chiqadi va o'z-o'zidan kasalliklar kela boshlaydi. Ya'ni yuqish darajasi ham oshib keta boshlaydi va holanki ularning tuzalishi ham qiyinlasha boshlaydi. Bejiz aytilmagan ekanda, Yusufjon qiziq Shakarjonov, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi deb. Xuddi shunday. Immunitet ham ko'tariladi. Xuddi shunday. Kayfiyat yaxshi bo'lsa, kasallik biroz ariydi, to'g'rimi? Lekin kursdan tashqari bularda adashmasam o'ziga yarasha mashqlar ham bor. Mirzakarim Norbekov adashmasam o'quv markazlari va o'sha mashqlardan ham bizga ozgina ko'rsata olasizmi bugun? Ha, bemalol ko'rsata olaman. Aynan Mirzakarim Norbekov Sanaqullovichning akademiklar, ular o'sha kamida 1,5 ming yil oldingi mashqlarni bir nechtasini yiqqanlar va zamonaviy psixologiya bilan uyg'unlashtirilgan holda kurs sifatida qo'yilgan. Bu kurslar 10 kun davom etadi, 4 soatdan davom etadi. Birinchi kun 2 soat davom etadi. Nimaga? Tanishtiruv qismi bo'ladi. Xuddi shuningdek, o'sha tanishtiruvda o'tiladigan bir nechta mashqlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin yoki o'rgatishimiz mumkin. Marhamat. Mirzakarim Sanaqullovich aytadilarki, inson organizmini 3 ta markaz boshqaradi. Birinchisi fikr markazi, ikkinchisi hissiyotlar markazi, uchinchisi esa mushaklarni boshqaruvchi iroda markazi deydi. Ya'ni biz bilamizki, fikrni ham boshqarish qiyin, hissiyotlarni ham boshqarishni o'zi bo'lmaydi. Masalan, teletomoshabinlarga aytishimiz mumkinki, hozir marhamat qilib banan yeb turgan maymunni o'ylamang desam, baribir o'ylab qo'yishadi. Shuning uchun fikrni boshqarish juda ham qiyin bo'ladi. Endi hissiyotlar kutilmagan bir holat bo'ldi deylik. Masalan, o'sha boshlovchilarimizdan biri kabloklarda kelib, bilmasdan oyog'ingizni kablogida bosib, uni ustiga bitta aylanib, "Voy uzr, oyog'ingizni bosib yuboribman" desa, xotirjam tura olmaysiz. Albatta, o'zingizga yarasha hissiyotlar qaynab chiqa boshlaydi. Demak, hissiyotni ham boshqarish murakkab ekan. Ustozning tavsiyalari, ya'ni mushaklar markazini boshqaruvchi iroda kuchi bor deydi. Ya'ni o'sha iroda kuchi orqali siz kayfiyatingizni ko'tarishingiz mumkin. Birinchi bizni o'sha asosiy mashg'ulotlar boshlangan paytda mushaklar orqali vujudni boshqarishni biz ko'proq tavsiya qilamiz. Siz ham hozir turgan joyingizda bajarsangiz bo'ladi. O'tiraylikmi, turaylik? O'tirgan holatingizda tomoshabinlarimiz ham xuddi shu holatni bajarsalar bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Bizga eng kerakli holat umurtqamiz tik holatda turishi kerak bo'ladi. Ya'ni umurtqa tik holatda turgan paytda insonni kayfiyati o'z-o'zidan ko'tarila boshlar ekan. Nima uchun? Chunki umurtqaga a'zolarning og'irligi bir xil tushadi va o'z vazifasini bajarishga monelik qiladigan hech bir narsa qolmaydi. Umurtqani tik holatga keltirdik. Ana endi kuraklarni bir-biriga ohista yaqinlashtiramiz. Shunchalik kuraklarni yaqinlashtiramizki, bitta yong'oqni kurak bilan ushlab turadigan darajada. Endi
Navbatdagi 3-bosqich rostdan bo'lishi shart emas. Mana buni og'iz burchaklari deyiladi. Ana shu og'iz burchaklarini yuqoriga ko'taramiz. Rostdan tabassum qilishimiz shart emas. Sun'iy tarzda 1 daqiqa ushattiramiz mana. Ana shu holatda hayotingizdagi yorqin onlar, qaysi holatlarda sizni muvaffaqiyatga erishgan paytlaringiz, balki turmush qurgan paytingizdir, balki birinchi muhabbat deb hazillashimiz mumkin, yoki sovg'a olganingiz, yoki sovg'a berganingizni biroz eslash natijasida mana 1 daqiqa ichida ana sizni kayfiyatingiz ko'tarila boshladi. Marhamat, kimda kayfiyat ko'tarila boshlagan bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin yoki manta deb qo'lingizni ko'tarib qo'yishingiz mumkin. Sizlarga shunaqa. Biz kayfiyat ko'tarilarkan oddiygina oson yo'li. Endi bizda hayotda biz bilamizki, tahlil bizda ketadi avtomat tarzda. Endi biz teskari holatni ham sinab ko'rishimiz mumkin siz bilan. Biz hayotda asosan nima qilar ekanmiz? Turmush tarzimizda engashibroq yurar ekanmiz, bukchayibroq yurar ekanmiz. Bu o'z-o'zidan diafragma o'pkani nafas olish chiqarishiga xalaqit berar ekan, hazm tizimga xalaqit berar ekan. Ayniqsa bugungi kunda o't qoplarida toshlar paydo bo'lishi ham aynan bukchayib yurishimiz sababli ekan. Ya'ni keraklicha o't qopida suyuqlik chiqmay qolishi natijasida toshga aylanar ekan. Shuning uchun ko'pchilikda operatsiya qilishadi, yana tosh yig'ilib qolaveradi. Bular bor yo'g'i aynan shu muammo bilan qiynalganlarga bir kunda kamida 2-3 soat qomatingizni tik holatda yumushlarini qilsangiz ham, mana shuni o'zi ham sizdagi tosh va tuz, hazillashib aytamiz, temir taqalarni ham tushirib yuboradi. Ya'ni eritib natijasida. Ya'ni teskari deganda, solishtirish deganda mana bu g'amgin inson holati. Ya'ni tirsaklarni tizaga qo'ydingiz, g'amgin inson holati. Nafas olishingizga e'tibor bering. Erkin nafas olishingiz qiyin, biror siqilibroq nafas olasiz. Endi fikrlarga e'tibor bering. Fikrlarni ham bir pichoqqa ilinadigan fikr kelmaydi. Ayniqsa omadsizlik haqida ko'proq fikrlar kela boshlaydi. Xuddi shuning azdan biz mushaklar orqali birinchi o'rinda salomatligimizni tiklashda turmush tarzimiz bilan uyg'unlashtirib olar ekanmiz. Bu bitta tavsiyalarimizdan biri bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bo'g'imlar mashqi bor, keyin nafas gimnastikalari bor. Keling, hozir shu holatimizga nafas gimnastikasi qulay, bo'g'imlar mashqiga ko'proq harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa bugungi kunda ko'pchiligimizda dangasalik bor. Shuning uchun aytganingizdek, mana shu bel tomonidan keladi, mana shu dangasalik. Hozir qaysi mashqni bajaramiz? Hozir biz nafas olish gimnastikasini qisqacha boshlang'ich qismini bajaramiz. Shuni faqat keling reklamadan keyin. Xo'p bo'ladi. Tomoshabinlar, siz Toshkent telekanalida Salom Toshkent dasturini tomosha qilyapsiz. Studiyamiz mehmoni Norbekov sog'lomlashtirish markazi psixolog treneri Turbek Mirzayorov bo'ladilar. Ular bilan suhbatni davom ettiramiz. Va biz mashqda to'xtagan edik. O'sha bo'lmasam mashqlardan boshlaymiz. Turamiz. O'rnlardan turgan holda bajarsak juda ham foydali bo'ladi. Avvalambor bu mashqni terapevtik effektlarga to'xtalib o'tsak. Bugungi kunda ko'pchilik qon bosimidan qiynaladi va ruhiyati tushkunlikdan, siz yuqorida aytganingizdek o'shandan qiynalishadi. Ya'ni nafas olish gimnastikasi aynan hozir bajarmoqchi bo'lganimiz sizdagi ruhiyatingizni ham ko'taradi, qo'rquv, depressiya holatlaridan ham olib chiqib ketadi va qon bosimini me'yoriga keltiradigan xatti-harakatlar. Qo'llarimizni yonga ohista yoygancha, ya'ni nafas olishimiz kerak bo'ladi, chuqur nafas. Ya'ni qanday, nimaga timsol o'xshatsak bo'ladi. Go'yo bir gulni hidlagandek chuqur hidlaymiz yoki bir atirni yaxshi yoki yaxshi emasligini bilishimiz uchun chuqur nafas olamiz. Xuddi shuningdek 6 soniya jarayonida demak nafas olamiz. Qani boshladik. 1 2 3 4 5 6. Qo'llarni yana yonga tushirdik. Ana endi qo'shamiz. 2 soniya qo'shamiz, ya'ni 8 soniya endi cho'zib nafas olamiz. Qani qo'llar yonda, nafas olishni boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nafaslarni ohista to'rdan keyin nafas ololmay qolyapti. Bu kimda qiyin bo'layotgan bo'lsa, o'sha o'pkalardagi hudud torayishidan ya'ni signal beradi, xabar beradi. Mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har holda yaxshi emas, juda yomon deb bo'lmaydi, yaxshi emas. Qani qo'llar yonda, ana endi 10 soniyaga biz harakat qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
qo'llarni yonga tushirdik. Demak, mana shu sanoq sonlar toki 30 gacha chiqadi o'zi aslida. Biz hozir 10 da to'xtatib davomini qilishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi bosqich, nafasni olamiz, 6 soniya ushlab turamiz nafas olmasdan. Qani qo'llar yonda. Nafaslarni chuqur oldik. 1 2 3 4 5 6. Qo'llarni yonga tushirdik. Barakalla. Hech kim yo'tal bormadi. Demak, hali yomon emas ahvol. Endi 8 soniyaga harakat qilamiz. Bizda umid bormi aslida? Ha, albatta. Qanday soldik? 1 2 3 4 5 6 7 8. Qo'llarni yonga tushirdik. Ana endi 10 ga harakat qilamiz. Qanday nafas oldik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Barakalla, qo'llarni tushirdik. Yana hech kim yo'tal bormadi, demak holat yaxshi. Endi nafaslarni chuqur olib, sekin chiqarishimiz kerak bo'ladi. Nafas oldik. 1 2 3 4 5 6. Ya'ni 6 deganda o'pkada havo qolmasligi kerak iloji boricha. Oxirigacha chiqazib yuboramiz. Endi 8 soniyaga harakat qilamiz. Nafaslarni chuqur olamiz. Nafaslarni ohista chiqara boshlaymiz. 8 gacha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oxirigacha chiqazib olamiz. Nimaga? Chunki o'pka bo'shasa ko'proq kislorod oladi. Endi 10 ga harakat qilamiz. Qanday nafas oldik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E'tiboringlar uchun rahmat. Har bir mana shu bosqichni bilib oldik. Har biri 30 soniyagacha davom etishi kerak bo'ladi. 30 soniyagacha. Ha. Juda yaxshi. Qo'y. Sekin asta o'stirib boraverganmiz hali. Albatta. Endi bu hozirgi tomoshabinlarimiz biz bilan birgalikda mana shu mashqda qatnashgan bo'lishsa, o'zlari his qilishgan bo'lsa kerak, birozgina murakkablashib borar ekan. Bu nimaga? Xuddi shunaqa. Foyda beradi? Bu qon bosimini me'yorga keltiradi, insondagi ruhiy tushkunlikdan olib chiqib ketadi, ruhiyatni ko'taradi. Ya'ni qon aylanishi ham yaxshi maromiga kelib qoladi. Tushunarli. Endi Durbek aka, mana bugungi kunda ko'p eshityapmiz mana shu hozir aytdingiz, ruhiy tushkunlik yoki bo'lmasa stress deymiz. Stresslar, mana shunday holatlar inson organizmida o'zgarish beradimi? Nimalarda o'zgaradi? Endi bugungi kunda qanaqadir bir trend deydimi, masalan, media tili bilan aytganda, o'sha stress, depressiya degan so'zlar ko'p takrorlanyapti. Boshqa bu holat qanday holat deganda, inson biror bir muammoga uchragan paytda ham jismoniy ham ruhiy tarafdan harakatsiz holatda qolishi, o'tirib qolishi, ya'ni harakatsiz bir joyda qadalib qolishi, o'sha tushkunlikka tushib qolishi. Bu nimani anglatadiki, inson o'sha muammoni ichida birgalikda o'sha qiynalishda ruhiy ham jismoniy jarayonni o'zida his qilib boshidan kechiryapti. Ya'ni chalg'ish kerak. Xuddi shunday. Ko'pincha mana oldin ham deydi psixologlar bo'lmaganmi, oldin stress bo'lmaganmi degan savollar tug'iladi. Juda ham to'g'ri savol, juda ham zo'r raddiya bunday olganda. Oldin ham bo'lgan stresslar, oldin ham bo'lgan depressiyalar, lekin oldin yetarlicha jismoniy harakatlar bo'lgan. Dehqoncha qilib aytganda, agar men juda ham kuchli depressiyadaman, stressdaman degan o'rtoqlarimizga maslahat beramiz. Agar dodangizdan qolgan bo'lsa, dehqonlarning ketmoni. Bir yer chopingchi yaxshi bo'lib qoladi. Dalaga chiqib, 1-2 marta yer chopsak, stressdan chiqib ketamiz. Nimaga? Mana bugungi kunda bizga sir emaski, dunyo bo'yicha ham qaraganda, psixolog qabuliga borganimizda mana o'zimizga ham kelishadi, soati palon pul deyishadi. Masalan, juda kurakda turmaydigan summalarni ham aytishadi. Agar ulardan kimdir konsultatsiya olib yoki o'sha qabulida bo'lgan bo'lsa, e'tibor qaratgan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha mutaxassislar sizni muammongizdan chalg'itadi. Chalg'itadi va siz depressiyadan chalg'igan paytingizda chiqa boshlaysiz.
Ya'ni bu chalg'ish ishini o'zingiz ham amalga oshirsangiz bo'ladi, albatta. Ana. Qanday Biror bir qilib ishga faoliyatga. masalan mana goh-gohida inson bir o'zi qolib ketib qoladida uyda anaqa endi bilmadim yaqinlari ishga ketganda endi ayollarimizda shunday bo'lishi mumkinki Yolg'iz his qiladi o'zini. yolg'iz o'zini his qilgandan keyin to'rt devor ichida chalg'ib olmaydi ham nima qilishni ham bilmaydi, ko'yniga hech narsa ham sig'maydi, o'zida kuch ham iroda ham topolmaydi. To'g'ri. Bunaqa holatda o'sha uy sharoitida tavsiya berishimiz kerak bo'ladi uy bekalariga. Ozgina maqsadlari, qiziqishlarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Aslida men nimaga qiziqaman? O'zi menga nima yoqadi? Qanaqa hayot meni o'zi xursand qiladi degan savollarga javob topadi. Nech pulga o'zi to'yam? Mayli, endi u keyingi masala. Keyingi masala. Ya'ni o'sha ro'yxatlarida o'zi yoqtirgan yumushlari, odatlari, ermaklar kelib chiqadi. Ya'ni buni maqsad desak bo'ladi. Maqsad desak bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri maqsad demadim, zerikarli bo'lmasligi uchun. Ya'ni inson oldiga biror bir maqsadni qo'ysa, kichik yoki katta bo'lishidan qat'iy nazar, shunga yarasha organizm quvvat ishlab chiqaradi. Inson nima uchun zerikadi? Inson o'zini stress, tushkunlik holatda his qilgan paytda unda kortizol chiqadi. Ya'ni stress gormoni chiqadi qon tarkibiga. Endi u maqsad haqida o'ylay boshlasa, maqsadga xizmat qiladigan quvvatlar, gormonlar ajrala boshlaydi. O'z-o'zidan. Endi biz ko'p kuzatamiz odamlarda birozgina o'ziga bo'lgan ishonch kamayadi. Bu qaysi sabablardan kelib chiqishi mumkin? Mana endi psixolog sifatida aytib o'tsangiz, insonni o'ziga bo'lgan ishonchi qaysi sabablar orqali kamayadi? Tushadi. Bu o'rinda o'zimni fikrim emas, ustoz akademik Norbekovni fikrlarini bir misol qilib keltiraman. Inson deydilar, doim faol va baxtli, baxtiyor bo'lish uchun ular 4 ta hudud bilan doim ishlab borishlari kerak. Masalan, kimdir jismoniy shug'ullanadi, lekin tafakkur bilan shug'ullanadi. Ularda ham zerikish kelib chiqar ekan. Kimdir ko'proq ilmga kirib ketgan, qiziqib, organizmni tashab qo'ygan. Qorinlar, bosh oyoqlar ketgan. Mana bu ham insonda zerikish, o'zida ishonchsizlikni keltirib chiqar ekan. 3-hudud qalb, ya'ni o'zini fe'l-atvorlari o'rganib, biroz o'sha fe'l-atvorlarning ustida ishlamasa ham zerikish kelib chiqar ekan. Endi 4-hudud bu ruhiyat. Ruhiyatni biz tezroq tushunishimiz uchun kayfiyatga o'xshatsak bo'ladi. Ya'ni inson kayfiyati bilan doimiy ishlamaslik natijasida ham bu o'z-o'zidan zerikish va ishonchsizlik kelib chiqar ekan. Biz qanday ruhiyatni ishonchni amalga oshirishimiz kerak desa, ozgina bo'lsa ham jismoniy harakat, ozgina bo'lsa ham tafakkur va biroz o'zimizni xarakterimiz ustida ishlash natijasida ruhiyatimiz ko'tariladi. Ana shu 3 ta hudud ruhiyatni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Tushunarli. Juda ham qiziq ma'lumot bo'ldi. Shu adashmasam bir necha yil oldin men o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ayrim mashqlardan birini ko'rganman-da, sizlarni o'quv anaqa markazingizda. Adashmasam u yerda mana insonning bosh qismida shunday nuqtalar borki, uni o'ziga yarasha agar o'qilaydigan bo'lsa bosh og'rig'i ketishi mumkin yoki o'sha xayolni tozaligini yaratishi mumkin ekanda. O'sha to'g'ri aytyapmanmi sizlarni? Shu ma'lumot to'g'rimi yoki adashib Xuddi shunday bizda o'sha 10 kun mobaynida bir necha kun aynan o'sha kerakli nuqtalar bilan ishlanadi. Bu biologik faol nuqtalar deb ataladi. Buni hozirroq qilib tushuntirib ham bajarib davom ettirishimiz mumkin. Birinchi mana bu qo'l barmoq yostiqchalarini yaxshilab qizdirib olishimiz kerak bo'ladi. Va mayli tushunish qiyin bo'lsa ham aytib o'taveraman, odatlarni og'iz burchagi yuqorida bo'lib turish kerak bo'ladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men shunga harakat qilyapman. Kerakli gormonlar ajralishi kerak bo'ladi. Va ko'rsatkich barmoqlarimizni uchini 2 qosh o'rtasini yuqori qismiga olib kelamiz va yoqimli og'riqqacha tirsaklar yonida bir tarafga 6-8 marotaba aylantiramiz. Bu gipofiz bezini faollashtiradi va organizmda endorfin gormonini ishlab chiqarishini ta'minlaydi. Boshqa tarafga, ya'ni inson o'zini baxtiyor, baxtli, xursand his qilishiga xizmat qiluvchi gormon. Demak, birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, burun qanotlari yonida joylashgan, bu hid bilish sezgisini yaxshilaydi. Demak, bir tarafga 6-8 marotaba yaxshilab yoqimli og'riqqacha, boshqa tarafga ham
6-8 marotaba bajarishimiz kerak bo'ladi. Marhamat, xud bilishingizni tekshirib ko'ring. Nima sezdingizmi? Kimda yaxshilangan bo'lsa, yes deb qo'yasizlar. Endi navbatdagi nuqtamiz esa tish milklarini sog'ligini yaxshilovchi. Stomatologiyada parodontoz deydi, unga deydi davo yo'q deyshadi. Aynan mana shu mashq esa milklaringizni holatini yaxshilaydi. Boshqa tarafga ham barakalla va jinsiy a'zolarga ham ta'sir qiluvchi nuqta hisoblanadi, aynan mana shu nuqta. Qo'llarga dam berdik. Ana endi navbatdagi nuqtaga o'tadigan bo'lsak, qoshlar bo'ylab kelamiz. Qoshimiz tugagan joyda. Aynan mana shu nuqtaga e'tiboringizni qaratishingizni xohlardim. Bu bosh og'riqlarini qoldiruvchi nuqta va ko'zlar tiniqlashadi. Marhamat qilib 6-8 marotaba bajarib ko'ring. Agar hayotingizda biror ikkilanish hosil bo'lib qolsa, mana shu mashqlarni qilib qarorlaringizni barqarorlik holatiga moslashingiz mumkin bo'ladi. Barakalla. Qo'llarga dam berdik. Ana endi og'iz yarim ochiq holatda turadimi? Yarim ochiq holatda. O'sha paytda mana bu joyda chuqurcha paydo bo'ladi. Bu esa kimda bosh aylanishi, ko'z qorong'ilashlari bo'lsa, mana shu nuqta bilan ko'proq ishlashlari kerak bo'ladi. Ya'ni vestibulyar apparatini muvozanatini yaxshilovchi nuqta. Boshqa tarafga ham xuddi shunaqa aylantirib qo'yamiz. Azizlar, bu o'sha boshlang'ich nuqtalar, yana ham nuqtalar bor. Quloqda adashmasam bor. Quloqda ham bor. Buni o'sha sog'lomlashtirish darslarimizda to'liq o'rgatiladi. To'liq bajaramiz birgalikda. Endi men ko'p bajarib ko'rganman, to'g'risi yordam bergan, o'shanga hozir so'radim, tomoshabinlarimizga ham foydali bo'lsin degan maqsad. Ayniqsa bizda hozir tomoshabinlarimiz orasida yosh kattalar ham bor, ularga ham menimcha juda foydali bo'ladi. To'g'rimi? Albatta. Xo'p, endi mana psixologiya haqida gaplashyapmiz. Insonlarda salbiy fikrlash to'xtatish yoki uni nazorat qilish mumkinmi? Deylik, bir xillar bor, faqat salbiy fikrlaydi. Falon narsa qilsa, piston narsa bo'lsa-chi. Faqat yaxshilik emas, balki salbiy tarafini o'ylaydi, salbiy tarafiga ko'proq e'tibor qaratadi. Fikrlash ham salbiylashib ketadi-da. Shu narsani nazorat qilish yoki bo'lsam qandaydir voz kechish imkoniyati bormi? Rahmat. Haqiqatan ham juda nima deydi, qaynoq mavzuni ko'tardingiz. Bugungi kunda inson miyasidan bir kun ichida 60 mingdan oshiq fikrlar o'tar ekan. Ularning 40 mingdan oshig'i salbiy fikrlar ekan. 20 ming esa ijobiy yoki o'rtacha fikrlar ekan. Endi biz shu fikrlarni qanday boshqarishimiz mumkin? O'zi fikrni boshqarish qiyin aslida, lekin tadbirlar bor. Biz ko'proq sog'lomlashtirish kursimizda ham anglatib o'tamiz shu narsani, ya'ni salbiy fikrlovchi insonlar bor, ijobiy fikrlovchi insonlar bor. Uni negativ deymiz, nima deydi, pozitiv deymiz, xullas ajratamiz. Endi kasallar ichida sog'ayish jarayoni ham pozitivlarda tez bo'ladi. Salbiy fikrlovchi insonlarda esa sekin bo'ladi. Ular qayerda davolanishingizdan qat'iy nazar. Mana oddiy shamollaganingizda ham voy mazam yo, ismam bor, siz qolib ketib qolasiz. Xuddi shunday. Yumushlar bilan ko'chada yurib, mayli o'tib ketadi deydigan bo'lsangiz, tez o'tib ketganini ham sezmaysiz. Inson hazratlarimiz o'zlari ham aytganlar, vahimani o'zi yarim kasallik, adashmasam to'g'rimi? Shunday so'zlari bor edi. Xuddi shunday. Masalan, yomon fikrni qanday biz tadbir orqali ularni o'zimizdan uzoqlashtirishimiz yoki odat tusiga kiritishimiz kerak ijobiy fikrlarni. Bunda ko'proq agar sizni ona tili ustozingiz bo'lsa, ona tili fanidan dars beradigan tanishlaringiz bo'lsa, ularga yuzlanasiz. Ularda antonim degan tushuncha bor. Ya'ni har qanday kelgan yomon fikrni antonimi, ya'ni qarama-qarshisi haqida siz ma'lumot olasiz. Sizni bugungi kunda qaysi fikr, ya'ni yomon yopishqoq fikr yopishib olayotgan bo'lsa, kelaverib, ana shuni ijobiy fikrini topib olasiz yoki o'zingiz internetni biroz qidirib yoki kitoblardan yoki o'zingizni bilimingizdan ham topilib qoladi. Masalan, har qanday bitta fikrni ayting. Kimnidir o'sha qiynayotgan biror bir fikrni ayting, negativ fikrni. Masalan, ishlarim joyida emas, ishlarim yurishmayapti degan fikr keldi. Negadir ishim yurishmayapti. Ana shu fikr sizni bezovta qilishi bilan mening ishlarim yurishmoqda. Mening ishlarim joyida. Mening ishlarim zo'r bo'ladiga o'zgartirasiz. O'zgaradi.
bu odat tusiga kiradi. Kamida 21 kundan oshganda kichik muddat bu odat tusiga kiradi. Endi kelayotgan yomon fikrlar o'z-o'zidan pozitiv fikrga aylanib ketadi. Biz hozir faqatgina bitta fikr misolida ko'rdik. Siz har qanday muammoni o'sha antonim tarafini topib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Juda yaxshi. Bizni yopishqoq xayollar qiynalyaptimi? Demak, yopishqoq ijobiy fikrni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Durbek aka, bir kitob bor, Sir, Sekret. Menimcha bu kitobni ko'pchilik biladi. U hattoki hujjatli filmi ham bor. U yerda ham shunga o'xshash yaxshi bir fikrlar bor-da, tortish qonuni bor deydi, ijobiy fikrlagin deydi. Bu qanchalik to'g'ri real hayotda? Real hayotda qanchalik to'g'ri? Rahmat. Haqiqatan disk chiqqanda ham ko'rganman, tanishganman, lekin undan oldin Norbek uslubi bilan ancha tanish edim. U yerda o'qituvchilarga yordam berardim, yordamchi o'qituvchilik qilardim. U joyda ko'proq, ya'ni videofilmda o'sha ko'rganimdayoq sezganman, ko'proq ularda o'sha fikrlashga ko'proq urg'u berilib ketib qoladi. Masalan, o'sha tortish qonunida ham hattoki o'sha harakatsiz holatda bor yo'g'i o'sha yolg'iz harakatlar bilan o'ziga kerakli ya'ni muvozanatni tortishga intilish borda ichida. Bu to'g'ri, lekin o'rtada uzilib qolgan joyi bor. Biz bilamizki, o'sha O'rta Osiyoda 2 marta o'sha uyg'onish bo'lgan deydi o'sha ota-bobolarimiz, ilmiy ma'rifat tarafidan o'sha dunyoga namuna bo'lgan deyshadi. O'shandan ham bilsa bo'ladi. Ya'ni o'rta joyda harakat uzilib qolgan. Harakat uzilib qolgan. Urg'u ko'proq o'sha o'tirgan joyda faqat fikrlarga beradi. Ya'ni to'g'ri fikrlari faqat bir tarafdan, lekin uzilib qolgan joyi harakat. Albatta harakat ham kerak. Mushaklar ishtiroki kuchlidigan bo'lsa, uzr hech narsa bo'lmaydi. Shunaqa. Endi biz u Sir diskini yaqinda ko'rganmiz u videofilmni, lekin ota-bobolarimizning gaplari bor. Masalan, yaxshi niyat yarim mol. Hamma biladi uni. Nima fikr desang, farishtalar nima deydi? Amin deydi. Bizda azaldan bor u fikrlar, aslida fundamentlari. Xuddi shunaqa. Aziz tomoshabinlar, studiyamiz mehmoni Norbek sog'lomlashtirish markazi psixolog treneri Durbek Mirzayorov bo'ldilar. Ular bilan menimcha bo'lgan jarayon sizga qiziq bo'ldi. Kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldik. Hattoki biz ham albatta mana shunday mashq jarayonidan o'tdik. Birozgina o'zgarishlar sezyapmiz. Xuddi shunday. O'sha ko'rsatilgan mashqlarni siz ham uyda o'sha kayfiyatingiz bo'lmaganida, tushkunlikka tushganingizda yoki boshingiz og'riganida qilib ko'ring, ko'rasiz foydasini. Albatta, agarda qiziqayotgan bo'lsangiz, ularga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, Durbek aka, sizga rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi. Ma'lumotlar amalda ham bajarilgani yanada qiziq bo'ldi nazarimda. Tomoshabinlarimizga ham manfaatli bo'ldi. Sizni yana kutib qolamiz. Rahmat. Azizlar, mana bugun tanishtiruvimiz dengizdan bir tomchi bo'ldi. Agar kimdadir qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, birinchi bepul kunlariga kelishingiz mumkin. Marhamat, kutib olamiz. Rahmat. Demak,